Mana bu koreyskiy stildagi asal krossovkamiz nima deyapti? To'rtoli, вообще zo'rman, manichi qimmatga sotsang ham klientlar maza qilib oladi deyapti, bilasizlarmi? Lekin biz insof sari barakati narxini judayam arzon qilib qo'yganmiz. Lekin bor u nerealniy zo'r krossovka. Ishoninglar. Maza qilib kiyasizlar, rasvatkalarini ko'rasizlar, oqqa, seri, bordoviy, qora aralashgan varianti va shunaqa bejlisi ham bor ekan xohlovchilar uchun. Podushvasi ham balandgina. Buni modellari ko'pda, rasvatkalari ham ko'p. Siyatkalari ham yaxshisi. Lekin fabrichniy qizlar ayni qizlarga yoqadigan modellardan olib kelib qo'yganmiz. Ushbu krossovkalarimizni faqatgina sportivniy obraz bilan emas, xohlagan narsalar bilan kiysanglar bo'ladi. Misol uchun, ko'ylaklar bilan ko'pchilik krossovka kiyishni yoqtiradi, bemalol kiyib ketaversangiz bo'ladi. Ko'ylaklar, shimlar, yubkalar, sportivniy obraz xohlagan narsalar bilan